hozirgi kunda uylanmagan yoshlarimizda ko'pincha begona ayollarga borib qo'yish, mana onanizm, beshga bir odati bilan shug'ullanib qo'yish odatlari ham ko'p uchrayapti. Men o'ylaymanki, mana shu narsa ham ko'pchilik yoshlarimizga shu to'g'risida bilimni yetishmasligidan, o'sha shahvatini qo'zg'atadigan narsalarni ko'pligidan bo'lsa kerak deb o'ylayman, o'zimning shaxsiy fikrim. Siz nima deb o'ylaysiz? Берга не то, что информация, наоборот, internetga не нужна информация ko'p. Masalan, западный doktorlar наоборот aytadi, 5ga 1ga shug'ullanib turish kerak. U полезно, agar chiqarib turmasan, наоборот, prostatit bo'ladi, axta bo'lasan, sperman tushib ketadi deb, nabarot shuni propagandasini qiladi. O'shaning uchun bizim yoshlarimiz mana endi как бы sovet kerak emas informatsiyani qabul qilmash kerak.